Xo'p do'stlar, bir necha kun avval O'zbekistonga Spark jo'natmoqchiman nomli video roligimiz TikTok ijtimoiy tarmog'ida 50 mingdan oshiq prosmotr, 100 dan oshiq kommentariyalar yozilgan va menimcha bunda ozroq tushunmovchilik bo'libdi. Obunachilarimiz tomonidan savolga aniqroq javob berilmagan yoki rassamoshkaga aniq qancha chiqishini yozmab javob bermayapsiz degan kommentariyalar ko'p bo'libdi. Do'stlar, javobga e'tibor bergan bo'lsanglar, biz O'zbekiston Respublikasi bojxona qoidalariga asoslangan holda 3 yoshdan oshgan avtomobillarda jo'natish tavsiya qilinmaydi, mumkin emas deb javob berilgan. Bunda biz Spark'ga bo'lmaydi, Malibu'ga bo'ladi, Tracker'ga bo'lmaydi, Granger'ga bo'ladi deb individualniy to'xtab o'tirishni hojat yo'q. Chunki har qanday mashinaga ham qoida bitta. 3 yoshdan oshdimi, uni O'zbekistonga jo'natganingizda kosmik darajada rassamoshka aniq chiqadi. Va ikkinchisi, rassamoshkaga aniq javob bermayapsiz qancha chiqishi deyilgan. Birinchi javobimizdan kelib chiqqan holda O'zbekistonga eski Spark jo'natganingizdan ko'ra O'zbekistondan aniq bitta yangi Cobalt yoki boshqa yangi avtomobil olishingiz mumkin bo'ladi. Shuni puliga do'stlar. Agar bunday avtomobillarni O'zbekistonga jo'natib xalqimizga, sizga, bizga manfaatli bo'lganda biz allaqachon bu narsani e'lon qilgan bo'lardik. Bunday avtomobillarni O'zbekistonga jo'natgan bo'lardik do'stlar. E'tiboringlar uchun rahmat. Yana savollar bo'lsa qoldiringlar, albatta javob beramiz.